Xayrli kun yoshlar, biz Nilufar Yusupovamiz. Barcha obunachilardan minnatdormiz. Bugungi mavzuyimiz to'xta deb nomlanadi. Nega aynan to'xta? Misol uchun, doim biz boshqalarga mayli tushunamiz, mayli hech qisi yo'q, mayli siz nima desangiz shu, mayli siz aytganingiz bo'la qolsin, baribir siz yaxshi bilasiz. Xuddi shu gaplar bilan biza doim ma'qullagan sari biza qulay shaxsga aylanib qolamiz. Ya'ni ular doimiy foydalanadigan, xuddi ko'rpachaga o'xshab qolishi mumkin odam. Ya'ni ko'rpachadan kerakli payt foydalanish va ko'rpachani yig'ishtirib joyiga qo'yishdek gapdek bo'lib qolishi mumkin. Bu holatda to'xta deganimizning ma'nosi, misol, siz mayli men sizni tushunaman, mayli tushunaman. To'g'ri aytasiz, ha, tushunaman sizni. Xo'p degan saringiz siz ozroq yurib, sekin atrofingizga qarab, biron bir ishni qayta qilayotgan paytingizda o'zingizni to'xtatib, menchi deb ko'ring. Menchi. Ya'ni meni ham xohishlarim bor. Ya'ni man deb gapiraman, mani ham xohishlarim bor-ku. Mani ham xohishlarimni ozroq inobatga olishsa bo'lardi-ku degan xayolga borishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Shunda siz hayotingizda kamroq xato qilasiz. Va ko'pchilik mana biz aytamiz, kechirib yuboringlar. Mana ko'pchilikdan shunaqa savollar ham bo'ladi. Kechirish xati yozdim, kechira olmayapman. Kechirish xati yozdim. Ya'ni ular kechirish xati yozib yoqib yuborgani bilan kechirish nimaligini ham bilishmaydi. Ya'ni biz yana aytmoqchimizki, shunchaki ketishdan oldin o'ylab ko'ring. Shunchaki kechirish xati yozganingiz bilan siz uni rostakasim kechirib yubormasligingiz mumkin. Siz undan oldin o'ylab ko'ring. Ya'ni darrov kechirib, darrov qabul qilish bu ham ojizlikka kiradi. Unutmanglar. Darrov kechirib, darrov qabul qilish. Siz undan oldin, kechirishdan oldin, kechirish xati yozishdan oldin o'ylab ko'rishingiz kerak. Xo'sh, ichimdagi g'azablar nimadan bo'ldi? G'azabingizni tan oling. Nega siz g'azablandingiz bu holatda? Nega jahlingiz chiqdi? Hammasini birma-bir miyangizdan o'tkazishingiz lozim. Kechirishdan oldin yana undan tashqari qaysi xatti harakatidan keyin jahlim chiqdi? Xuddi shu savolni beringlar. Va nega men u bilan gaplashdim? Ya'ni men nima uchun u bilan gaplashdim? Nima uchun u bilan gaplashib, uni shu kungachon hurmatcha qiliqlariga rozi bo'lganimni sababi nima bo'ldi? Menga bu yerda foyda bormidi yoki yuragim bo'shliqmidi? Aynan shu narsaga e'tiborli bo'lishingiz kerak. To'xtab, ya'ni bugungi mavzuyimiz to'xta, o'ylab ko'r. To'xtab, o'ylab ko'r. Misol uchun, siz oilada katta farzand bo'lishingiz mumkin, yoki o'rtancha, yoki kenja, farqi yo'q. Ammo siz boshqa jigarlarga nisbatan uspeshniroq, ya'ni omadliroq va to'kin sochin yashashga imkoniyati bor farzand deylik. Ammo balkim unaqa emasdir. Siz shunaqa ko'rsata olarsiz. Ya'ni siz praznik odam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz hammaga quvonch bag'ishlashni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Vaholanki sizni ham ro'zg'oringiz ular kabi bir xil muammoga to'la, ammo siz muammoni ko'rsatishni xohlamaysiz va ularga qo'ldan kelguncha yordam qo'lini cho'zishga harakat qilasiz. Vaqtlar o'tadi, yillar o'tadi, sizga yordam bermaydi ular, chunki ular ham xuddi siz kabi ishlab mehnat qilib pul topadi, o'zlarining kamko'sti bor, kamchiligi bor va alal oqibat bilasizki, voy nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega menda bu holat ro'y berdi? Ya'ni men nima uchun o'sha payt o'zimni o'ylamadim? Ya'ni siz kechroq o'ylaysiz. Siz kechroq o'ylamasligingizdan oldin sizga bugungi mavzuyimiz shuki, to'xta, biroz o'ylab ol. Misol uchun, siz omadliroq yoki o'zingizni kamchiligingizni ko'rsatmaydigan jigarlardan birisiz yoki o'zingizni kamchiligingizni ko'rsatmaydigan do'st dugonalardan biri bo'lishingiz mumkin. Erkakmisiz, ayolmisiz farqi yo'q. Sizdan yordam so'radi, siz ha bo'pti deb tushundingiz. Sizdan pul oldi, lekin vaqtida bermadi. Ha, xo'p deb qabul qildingiz. Odamgarchilik yoki vijdon degan so'zni ostida siz bu narsalarga rozi bo'ldingiz. Siz ozroq o'ylab ko'ring, to'xtab ko'ring.
Agar siz baliqqa har kuni ovqat bersangiz, baliq akvariumda yashashga ko'nikadi. Sababi baliq kurashmaydi. Baliq faqat u yoqdan bu yoqqa suzadi, qorni ochadi va siz kuniga bir mahaldan ovqat tashlaysiz. Ba'zi bir baliqlarga kuniga 2 martadan ovqat kerak. Bu degani siz odamlarni baliq kabi tasavvur qiling. Ularni qorni ochadi, siz yordam beryapsiz, lekin ular sizga biron bir gap, motivatsiya yoki biron bir narsada turib berishni xohlamaydi. Ular hatto yoningizda turish uchun ham sizdan ruxsatnoma oladigan bo'lib qoladi. Agar ha deb yordam beraversangiz. Ha deb yordam beraversangiz, ular bo'ldi, ularda so'z boyligi kamayib ketadi. Ular hatto motivatsiya berishni ham unutishadi. Hatto ular tomonidan sizga yordam kerak. Qanaqa yordam? Pul bo'yicha emas, ma'naviy jihatdan yoningizda turib turish, shunaqa vaziyatdan chiqib ketishda motivatsiya, bir og'iz shirin so'z, bir piyola choy bilan o'tirib ham suhbatlik xohlaysiz, ammo ulardan bu narsa chiqmaydi. Sababi siz ularni o'rgatib qo'ygan bo'lasiz. To'xtang, biroz o'ylang. Ular ham siz kabi odam. Ularni ham qo'l oyog'i bor. Ularni ham xuddi hayot tarzi siznikidaqa. Siz ham qiynalib pul topasiz, ular ham qiynalib pul topadi. Siz ham ularni hurmat qilasiz, ular lekin hurmat qilgandek qilib ko'rsatadi. Ammo farqingiz shundaki, siz o'z muammolaringizni ya'ni ularga ko'rsatmaysiz. Juda ko'p oilalarda bilamiz, juda ko'p oilalarda mana keladi. Masalan, turmush o'rtog'i ko'proq jigarlariga pulni sarflaydi, o'zini oilasi, bolalariga unchalik pul sarflamaydi. Yoki oila qurganda ko'proq opalar bor shunaqa, yaxshi opalar o'zini farzandlarini unutadi va o'zini jigarlariga ko'proq yordam qiladi. O'zini farzandlarini unutadi. O'sha paytda ozroq to'xtab o'ylab olish kerak. Ko'proq kim sizga muhimroq? Juda ko'p opalar aytadi, menga jigarim muhimroq deydi. Juda ko'p. Chunki ulardan ota-onasi shunaqa tarbiya bergan bo'ladi. Sani jigaring birinchi o'rinda, sani jigaring birinchi o'rinda. Uning jigari bo'lsa, oilani ushlab ketishni bilmay qoladi. Bu yovuzlik. Yaxshilik qilish o'zi bu yovuzlik. Yaxshilikning joyi bor. Yaxshilik qilish kerak, masalan, 3 yilda bir marta. Juda agar shunga imkoniyatingiz bo'lsa. Shunda ham kerakli bo'lsa, ya'ni quvonchli kunlarmi, g'amgin kunlarmi, shunga qarab, ya'ni cho'ntagingizga qarab. Siz har gal xo'p, mayli, bo'radi, mani jigarim-ku. Xo'p, mayli, mani dugonam-ku. Xo'p, mayli, mani do'stim-ku. Bolalikdagi do'stim-ku. Nima qilibdi? Xo'p, mayli. Siz xo'p, mayli degunizcha siz qulay bo'lib qolasiz va alaloqibat ulardan o'zingiz xohlagan mehrni ola olmaysiz. Siz ham odamsiz, siz ham issiqjonsiz, sizga ham mehr kerak, lekin o'sha mehrdan siz aynan ulardan ola olmaysiz. Sababi o'zingiz ularni yovuz qilib qo'ydingiz. Ular bu narsaga o'rganib qolishdi va o'rganganidan so'ng bo'ldi, ularga farqi bo'lmay qoldi. Siz tirikmisiz, yo'qmisiz, farqi yo'q. Ularga doim siz yordam berishingiz kerak, ularga doim siz ularni o'ylashingiz kerak. Ularga doim siz bir nimalar yaratib berishingiz kerak. Ular bu haqda o'ylamaydi. O'ylasa prekrasno. Ular doim yaxshi kunni yashirishadi. Siz bemalol kuzating. Siz ko'proq qaysi qarindoshingizga yordam qilgan bo'lsangiz, yaxshilab kuzatinglar. To'xtab kuzatinglar. Sekin, uzoqdan. Ular shashlik yegan kunini, baliq yegan kunini, osh yegan kunini, prazniklarni yashirishadi. Ular faqat sizga g'am, anduhni gapirgani keladi. Do'stlaringizda ham kuzating. Yaxshi kunlarni yashirishadi, yomon kunlarni aytishadi. Go'yoki siz qanaqadir musorning axlat bakka o'xshaysiz. Undan tashqari, kichkina bo'lsa ham banksizda, kichkina bo'lsa ham banksiz, yordam qiluvchi, kredit oluvchi bank bo'lib qolganingizni bilmay qolasiz. Va xafa bo'lasizda, nima qilaman? Psixologlarga borasiz. Psixologlar kechirishni o'rgatadi. Xo'p, kechirim xat yozasizda, kechira olmaysiz. Sababi siz tushunmaysiz nimaga xafa bo'lganingizni ham. Siz birinchi o'sha g'azabni tan oling. Ha, men o'zim shunaqa o'rgatdim. Rostdan men ota-onamning gapiga kirdimmi yoki o'qigan kitoblarimning gapiga kirdimmi, o'zimning hayotimda qiyin bo'lsa ham bularga bildirmadim. Negadir meni qobiliyatimni boshqacha qilib qo'ydi Xudoyim. Negadir men ularga yaxshilik qilmasam uxlolmaydigan bo'lib qoldim. Bu ham Xudoning ishi. Mayli, yaxshilikkadir. Lekin men xafa bo'ldim. Nega xafa bo'ldim? Aslida men ularni yovuz qilib qo'ydim-ku degan g'oyani oldinga suring va undan keyin kechirish xatiga yozishga o'tsangiz bo'ladi. Ko'pchilik mana adasidan xafa bo'ladi. Adam meni aldadi, adam pulimni olib bermadilar, adam pulimni oldi, ishonchimni oldi, yoki adam men haqimda yomonlik qildilar, yoki bo'lmasam oyimdan xafa bo'ldim, yoki bo'lmasam opachamdan xafa bo'ldim, singlimdan xafa bo'ldim. Xuddi shu narsalar bo'ladi. Undan oldin o'zingiz yaxshilab eslab ko'ring. Nega shu holatga yetib keldi? Nega shu? Chunki
xo'p mayli degansiz, nega endi ko'tara olmayapsiz? Siz doim xo'p mayli deb tushungansiz, nega endi ko'tara olmayapsiz? Ular oldin ham xuddi shunaqa bo'lgan, nega endi aynan o'ylab qoldingiz? Chunki sizga aql kirdi. Chunki sizga aql kirdi. Aql kirgandan keyin inson shunda o'z-o'zidan o'zgarib qoladi. Shu agar siz qanday qilib bu holatda odamdan xafa bo'lganingizni o'zingiz bilmagunizcha, ichki g'azabingizni o'zingiz tan olmagunizcha, nafratingizni tan olmagunizcha kechirish xati yozishga ulgurmang. Ya'ni shunchaki oson kechib yubormang bu vaziyatda. Shunchaki oson kechganlar hammasi mag'lub. Men kechiraman, bo'ldi. Misol uchun aldaydigan yigitingiz bo'lsa, u sizni bir marta aldayapti, kechirib olasiz, odamgarchilik deb. Ikkinchi marta aldayapti, kechirib olasiz. Keyin siz uni xuddi kechirim so'raydigan oddiy energiya oluvchi bakka aylanib qolasiz. Sizga bo'ldi, sizdan kechirim, mayli endi kechir, endi shunaqa bo'ldi shunaqa bo'lib qoldi, to'g'ri tushun, ota-onam, oilam, bunaqa bo'ldim, ishim bunaqa bo'ldi deursa, siz tushunaverasiz. Nima bo'ladi alal-oqibat? Tushunaverasiz, bo'ldi. Va siz doim tushunganligingiz uchun o'sha odamga biron kun siz aytasiz, "Meni ham tushungin, menda vaziyat shunaqa" desangiz, u sizni tushunmaydi. Sababi nimaga? Sababi siz to'xtamasdan uni tushungansiz. To'xtash kerak. Ba'zi bir joylarda pauza kerak odamlarga. Biznesdami, ishdami, maktabdami, kollejdami, institutdami, biron bir yangi kurs o'qiyotgandami, biron bir darsga tushunmagan holat bo'ladimi? Har doim insonga pauza kerak. Ustozdan xafa bo'lishdan oldin ham pauza kerak. Ustozdan xafa bo'lishdan oldin, o'quvchidan xafa bo'lishdan oldin ham pauza kerak. To'g'ri, bizani xafa qiladiganlar uchrab turadi, lekin biza birinchi g'azabimiz bilan ishlaymiz, keyin kechirish xati yozib, kechirib yuborib va kechib yuboramiz. Bizaga bu juda ham omad keltiradi. Sababi sizni tushunmagan odam bilan nimani gaplashasiz? Ha deb mayli deganim bilan u очередной yana navbatdagi xatosini qilishmi? Navbatdagi xato qilish uchun men unga xo'p deyapmanmi hozir? Navbatdagi xato qilsa ham mayli, navbatdagi kibrini ko'rsatsa ham mayli, navbatdagi hamma narsani ko'rsatsa mayli. U haq, men nohaqman. Men tushunishim kerak. Men yo yoshim katta undan tushunishim kerak, yo undan kichkina men tushunishim kerak. Nima uchun tushunishim kerak? Sabab nimaga? To'xtab o'ylab olishingiz kerak. Ya'ni bizani bugungi mavzuyimiz to'xta, o'ylab ol. Foydasi yo'q. Agar sen o'zing haqingda ozroq o'ylamasang, seni o'zingni hurmat qilmasang, nimaga birovlardan sen hurmat kutasan? O'zingga vafo qilmasang, nimaga sen birovlardan vafo kutasan degim keladi. Sen o'zingga vafo qilmayapsan, senda vaziyat og'ir-ku, qiyin-ku. Qiyin bo'lsa ham o'rtaga tushib, birovlar uchun yordam berib, hamma pulga tushib o'tirasan-de. Nima uchun sen o'zingga xiyonat qilasan? O'zingga xiyonat qilishdi. Hozir senda yo'qmi, yo'q deyishni ozroq o'rgan. Yo'qmi, yo'q. Bormi, bor. Bor bo'lsa berasan-de. Bor bo'lsa berasan. Yo'q bo'lsa ham qayerdandir topib olib beradigan odamlar bor-de. To'xta, o'ylab ol. Berishdan oldin. Birovlar o'rtasiga tushishdan oldin ozroq o'ylab ol. Ozroq to'xta. To'xta. Ota-onang aytayotgan bo'lsa ham, sen bir o'ylab ko'r. Senda hozir vaziyat, bola chaqang bo'lsa, ozroq o'ylab ko'r, to'xta. Sen imkoniyatingga qara. Bu to'xtash bilan sen hech nimani yo'qotmaysan. Sen kimnidir dangasa bo'lishidan oldini olasan va kimgadir mas'uliyatni yuklaysan. U ham mas'uliyatli bo'lish kerak-ku. Ha, akam bor ekan deb qarzga botaversa, ha do'stim bor ekan deb biron bir ishni ishkal qilaversa, aldaversa, ha endi dugonam bor ekan, o'zi hal qilib yuboradi deb yog'ini deversa, unda nima bo'ladi? Xaos bo'ladi. O'zi shundoq ham dunyo xaos. Shuning uchun to'xtab o'ylab oling. Qanaqa ish qilishdan qat'iy nazar. O'qish bo'yicha ham biron bir o'qishga kira olmayapsizmi? To'xtang, o'ylab oling. Nega bu o'qishga kira olmayapsiz? Xo'sh, sizga nima kerak edi o'sha o'qishdan? Agar kira olmadingizmi, bu Xudodan kelgan signal. Demak, u to keyingi yil topshirguncha yoki imkon topgunimcha biron bir hunar o'rganishim kerak. Ya'ni to'xtash kerak. To'xtashni ham o'rganinglar. To'xtash bu sizga aql beradi. To'xtash bu anglash beradi. To'xtash bilan siz to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganasiz. Ba'zi bir paytda to'xtab sabr qilish kerak.
Misol kimdir hovliqadi, mashina olishim kerak, hovliqadi, uy olishim kerak. Hovliqishdan oldin biroz to'xtanglar. Har tomonlama o'ylanglar. Bitta kamera bilan qaramang o'zingiz shaxsiy hayotingizga. 12 ta kamera bilan qarang. 12 ta kamera bilan. Orqadan, oldidan, yonidan, enidan, pastdan, tepadan qarang. Vaziyatga qarang. Va shunda siz javob topasiz. To'xtashni o'rganinglar. Hurmatli yaxshilar. To'xtasangiz o'zingizga foyda. Hurmatni ham asrab qolasiz. Xavfsizlik ham o'rnatasiz. Va odamlarga yovuzlik urug'ini tarqatmaysiz. Eng birinchi o'rinda o'zingizga xiyonat qilmaysiz. O'ziga xiyonat qilmagan odamni hamma yaxshi ko'radi. O'ziga xiyonat qilgan odamni hayoti qiyin bo'ladi. O'ziga xiyonat qiladi. Ko'pchilik o'ziga yoqmagan joyda xo'p deydi. O'ziga yoqmagan joyda tushunadi. O'ziga yoqmagan joyda mayli jonini jabborga beradi. Bu o'ziga xiyonat qilishdir. Shuning uchun to'xtab o'ylab olinglar yaxshilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.